sessiyaga ishtirokchilari. Bugungi sessiyada shahar kengashilik 4 nafar deputatlar 10 nafar ishtirok etmoqda. 4 nafar deputat birinchi sabablarga ishtirok eta olmayapti. Sessiya ishini boshlash o'rin mavjud. Bugungi sessiyamizda shahar hokimi, uning o'rinbosarlari, tegishli korxona tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari taklif qilingan. Shu bois sessiya ishini boshlashni taklif etaman. Agarda boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflik yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, sessiya kotirini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga to'rtinchi saylov okrugi deputatini dargiza Ergashevani saylash taklifini kiritmoqchi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflik. Deputat dargiza Ergashev sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, rejaga Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar sizlarga tarqatilgan. Marhamat, tanishgan bo'lsangiz kun tartibiga tartibidagi qo'shimchalar, takliflar bo'lsa, marhamat. Yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlash masalasini ovozga qo'yaman. Qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar.
imtiyozli tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi sizlar bilan sessiya ish reglamentini tasdiqlab olsak. Endi shunday taklif bor. Ma'ruza uchun 10-20 daqiqa yetarli. Muhokama etish uchun 5-10 daqiqa. Savollar berish uchun 3 daqiqa berasiz. Qo'shimcha takliflar bormi? Agar takliflar bo'lsa, masalan, ovozga qo'yamiz. Takliflar bormi? Yo'q. Unda ovozga qo'yamiz. Ro'zalar, qarshilar, betaraf qiling. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, birinchi masala. Ohangaron shahar prokuraturasi tomonidan 2026-yil 6 oyda shaharda kriminal vaziyatni yaxshilash bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar to'g'risida mavzu uchun so'z shahar prokurori o'rinbosari Jamshidga bergashimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli qatnashchilarim. Demak, shahar prokuraturasi tomonidan o'tgan yarim yillik davomida bitta qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarni oldini olish borasida muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan, shahar prokuraturasi tomonidan olib borilgan nazorat tadbirlarida 2026-yil 6 oyida 85 ta tekshiruv o'tkazilib, 840 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan. Qonun buzilish holatlarini bartaraf qilish yuzasidan 65 ta ta'minotnoma kiritilgan. Qonunga zid bo'lgan hujjatlarga 39 ta protest keltirilgan. 15 nafar shaxslar prokuror qarori bilan intizomiy va 17 nafar shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilib, jiddiy qonun buzilish holatlari yuzasidan 18 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 157 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklandi. 2026-yilning 6 oyida shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan jinoyat qarshi kurash, uning oldini olish, fuqarolarning tinchligini muvozanatligini ta'minlash hamda ijtimoiy siyosiy vaziyatning barqarorligini ta'minlash, terrorizmga qarshi kurashish, sodir etilgan jinoyatlarni fosh etish, qidiruvdagi shaxslarni ushlash va ularga nisbatan jazo muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan choralar ko'rilgan. E-material axborot tizimi Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasida markazlashgan byudjetga raqamli ishga tushirilganligi hamda jinoyat hisobidan yashirish holatlariga keskin choralar ko'rilishda sodir etilgan har bir jinoyatlar hisobga qo'yishligi imkon berdi. Joriy yilning 6 oyida umumiy jinoyatlar 107 tani tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,3% ga oshgan. Jami jinoyatlarning 38 tasi oldini olish mumkin bo'lgan, 58 tasi aniqlanadigan va 61 tasi axborot texnologiyalari sohasida sodir etilgan jinoyatlarni tashkil etdi. Shuningdek, shaharda voyaga yetmaganlar tomonidan 2 ta jinoyatlar sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 100% ga oshgan bo'lsa, ayollar tomonidan 5 ta, yoshlar tomonidan 9 ta, ilgari sudlanganlar tomonidan 9 ta jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yildi. Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida 2026-yilning 6 oyi davomida huquqbuzarlik sodir etishga moyil yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bo'yicha Ohangaron shahar ichki ishlar KPB profilaktika inspektorlari tomonidan mahalliy yetiligi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faol, ijtimoiy xodim, soliq xodimlariga jami 1668 ta ijtimoiy xulosalar berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-yanvar kunidagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishidagi yaxlit manzilda ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli va 2026-yilda respublika mahallalarida jinoyatchilikning barvaqt profilaktika samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida respublika idoralararo muvofiqlashtirish shtabi videoselektor yig'ilishining 1-sonli bayoni ijrochi yuborildi. Ohangaron shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-yanvar kunidagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilda ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarori hamda 2026-yilda respublika mahallalarida jinoyatchilikning barvaqt profilaktika samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi 2-sonli qarorlar ijrosi ustidan nazorat o'rnatilgan. Bugungi kunda qaror bilan belgilangan 12 banddan iborat asosiy maqsadli ko'rsatkichlar hamda tasdiqlangan shahar yo'l xaritasi bandlarining choraklik rejasi ijrosini ta'minlash maqsadida shahar hududida muayyan ishlar amalga oshiriladi. Xususan, mahallalardagi aholiga hujum joylar va ko'chalarga
20 dona video kuzatuv kameralar o'rnatilishi belgilangan va mazkur band 100%. Mahallalardagi ko'p qavatli uylarning hovlilariga 9 dona PTZ kameralarini o'rnatish belgilangan bo'lib, 8 dona kameralar o'rnatilib, mazkur band 89%. Mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga yuzlab va hafta raqamlarini tanib olish uchun 10 dona kameralar o'rnatish belgilangan bo'lib, mazkur band 100%. Shahardagi savdo markazlari va bozorlarga yuzlab va hafta raqamlarini tanib oluvchi 2 dona kameralar o'rnatish belgilangan bo'lib, mazkur band 100%. Maktab va maktab ta'limi muassasalarining kirish-chiqish joylariga 3 dona PTZ kameralarni o'rnatish belgilangan bo'lib, mazkur band 100%. Mahallalardagi maktablarning ochiq sport maydonlariga 1 dona PTZ kameralari o'rnatish belgilangan bo'lib, mazkur band 100%. Mahallalardagi ko'p qavatli uylarning eshiklariga zamonaviy 60 dona domofon komplekslarini o'rnatish belgilangan bo'lib, mazkur band 122%. Mahallalardagi ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari oldiga 14 dona tashvish tugmalarini o'rnatish belgilangan bo'lib, mazkur band 100%. Mahallalardagi 10 ta savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati tomonidan texnik qo'riqlovga olish belgilangan bo'lib, mazkur band 100%. Mahallalarda bitta namunaviy xavfsiz ko'cha tashkil etish belgilangan bo'lib, ushbu band 100% hamda mahallalarda 10 ta namunaviy xavfsiz uy tashkil etish belgilangan bo'lib, mazkur band 240% ga bajarildi. Shuningdek, shahar prokuraturasi tomonidan jinoyatchilikning oldini olish choralari sifatida har kuni kun boshidan tezkor ma'lumotlar bilan tanishib chiqib, tegishli mas'ullarga topshiriqlar berilmoqda. Jinoyat haqidagi xabarlar bo'lganda tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergov ustidan nazorat o'rnatilgan. E-material va jinoiy huquqiy statistika tizimi orqali ariza xabari va jinoyat ishlari hal qilinishi monitoringi, ijtimoiy profilaktika tizimidagi xulosalar ijrosi, jinoyatlarning oldini olish natijadorligi yuzasidan mahalla va so'rov, og'ir va og'ir bo'lmagan jinoyatlar bo'yicha so'rov muvofiqlashtirish yuzasidan qat'iy idoraviy nazorat o'rnatilgan. Bundan tashqari ijtimoiy maishiy ustidagi jinoyatlarning sabab va sharoitini o'rganib, mas'ullar harakatsizligi yuzasidan qat'iy choralar ko'rib borildi. Shundan iborat e'tiborga jo'natildi. Rahmat. Yaratuvchi savollar bor. O'zim Doyemli uchun ko'p ishlatadi. Rahmat. Bormi? Savollar bo'lsa, doimiy komissiya qo'zg'atib olib berish so'z komissiya raisi Jonibek Alijon. Assalomu alaykum. Demak, biz doim sizga eshitganmiz. Biz Kibaston mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga asosan Yoshlar prokuraturasi tomonidan joriy etilgan 6 oyda shaharda kutilmagan vaziyatni yaxshilash bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar yuzasidan shahar prokurorining axborot dastlabki tarzda Xalq ishtirok kengashi tegishli komissiyasida majlisda tiklandi. Holat ko'rish jarayonida kutilmagan vaziyatni yaxshilash bo'yicha ko'rilgan choralar, shuningdek, qonunlikni mustahkamlash, huquq-tartibni kuchaytirish hamda jinoyatchilikni oldini qarshi kurash borasida amalga oshirilishiga va kelishishda vazifalar batafsil o'tishdi. Tinglangан axborot asosida kengash qaror loyihasi tayyorlanib, kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining kengash tegishli qarorlari qonunchilik texnikasi asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya ishlab chiqilgan qaror loyihasi tasdiqlab berish maqsadida hisoblangan. Shuningdek, qaror qismingiz qo'shimcha tarzda bir bermoqchimiz, ya'ni o'sha 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlardan keyin mana biz aytyapmiz, 100 jinoyatlarni jamshilgan berish davomida bir 3% boshqarilgan edi. Hokimiyat jarayonlariga o'sha qaysi mahallada va tashkilotda bo'ladi, biz ham ishtirok etib, shu jarayonlarni ildizi qanaqa edi? Nima uchun shu amalga oshdi? Va uni kelasi amalga olmay qolmaslik uchun qaysi obyektda, qaysi mahallada bo'ladi, chora-tadbirlarga